Xorazmchada qarg'ama balangni har bir qarg'ishi unga o'q teng bo'lib deyadi deymiz. She'riyatda esa bir sahroyi ayolning o'g'ilchasi sho'x ekan. Undan zarar ko'rmagan biron kuni yo'q ekan. Qozondagi taomin tepib qochib ketarkan, meshidagi suvini sepib qochib ketarkan. Qarg'ar ekan onasi, qilolmasdan ipini. Qirqib qochganida kir yoyadigan ipini. Hoy, ipimni qirqmagin, qalbingga ilm to'lgur. Hoy, meshimni teshmagin, Ka'baga imom bo'lgur. Hayvon dumin kesmagin, beozor bo'l, to'g'ri yur. G'arib yo'lin to'smagin, Ka'baga imom bo'lgur. Niyat ketdi, vaqt ketdi. Misli yer yo shabada, shu ayolning shu o'g'li imom bo'ldi Ka'baga. Ne shohu sultonlar orqasidan turib g'oz, unga iqtido qilib o'qir edilar namoz. Bolangizni so'kmangiz, duo qiling bolani. It eshak deb so'kishga hayo qiling bolani. Rasululloh dedilar yuzlaridan yog'ib nur. Bolalar bu jannatning gul rayhonlaridir.